bilan gap, sinfdoshlari bilan gap, qarindosh urug'lar bilan gap, opa singillar, o'g'sillar alohida gapiradi. Shu rostmi? 5 ta bo'ldi. Kollektiv ishxona bilan gap 6 ta bo'ldimi? Ha, desam, mana bizga xudo nasib qilib o'taydi, qattiq hajga borib keldik. Xo'sh desam, mana 1 yildan beri endi hoji birodarlar. Assalomu alaykum. Yetida joyga ketdi. Voy, Seshanba 2026 yilda Namangan shahar Navoiy drama teatridan Toshkentdan mehmon Iskandar Hamroqul bloger keldilar. O'zi shularni ko'rsatadi. Bo'pti. Kiysilgan terlab deb o'pbek tushdi bo'ladi. Yurak-yuragim chiqib ketdi. Bolalarning onasi, endi bunaqasini kerakmi yo'q xudo. Ya bolalarning ne'mati bu. Hay ko'tarib deydi. Balisaga olib borib yotqizdi. 10 kun balisaga yotdi. Doktorlarimizga ham rahmat. Xudo sabab chiqarib. Bir xudo asradi. 10 kundan keyin javob berdi. Uyda ham pastelniy rejim tursizlar. 10 kundan keyin balisadan olib tushgan kunim deydi. Ertasiga bir chiqib qarasam, oynani oldida yangi o'ynaylarniki pardoz turibdilar. Ha, desam, gapga. Bayram xotinjon, oyga 30-chi smenada turibmiz. Bu oydagi 7 ta gapingizni hammasi o'tib-o'tdi. 7 ta gapingizni bonusi tugadi. Yana qanaqa gap? Desam, yo bu anu balisadagi palatadosh dugonalarimiz bilan. Hocamda miyamdan tutun chiqib ketdi. Xotinjon o'zi kichkina palatada 2 ta xotin yo'q. 2 ta xotin gapiryapti. Desam, yo 3 palata bilan 6 palata qo'shilgan. 6 kishi ekansiz-da, hamsa nimaga 8 kishimiz? Qanaqasiga? Biz sizlar narsani tarqayapmiz. Gapni haqiqiy qoyalarni sizlar o'ylab tomoshabinlarni ham tanishtiramiz. Bo'pti. Shahardan tanishtiramiz. Qolganlarni kuldirovganim bilan o'zim ham kulishim kerak bo'na. Noy opaverganim bilan o'zi ham non yeyish kerak-ku. Oshpaz hammaga ovqat qiladigan bilan o'zi ham yeyish kerak-ku. Ha, men ham kulishim kerak-ku. Shunaqa meni kuldirgan narsa kelib qoldi, telefonimga yozib oldim zahmat qilib. Ayollarning gapi ko'rdinglar, bir rosa tarqadi. O'zimizni vodiyning ayollari menimcha Namangan ko'rinib turibdi. Juda inoq davra. Yo sinfdoshlar, yo opa singillar. Ayollar to'polgan o'yinni qarang. Har bitta xotin, voy ko'rgansizlar. O'zini eriga telefon qilib, dadasi, men sizni nima? Yaxshi ko'raman. Deyish kerak ekan telefonda to'polgan o'yinni qaranglar. Bittasi aytadigan bo'ldi, 8 ta mashq turibdi. Telefon chaqirdi. Alo. Yo'lda avvalgi dadasi men aytolmayapti. Dadasi aytolmayapti. Nimaga aytolmayapti akang opa? Aytmaganda. Mana tilga notanishdim, so'zni o'rganmaganda. Mana ularga turibdi. Ayt bo'lmasa men aytaman. Oxir nafasini boshlab dadasi dedi, "Ha, sen men sizni yaxshi ko'raman." Desa, "Aldan yeri ichoramsan." Telefonda bor bo'yini shular. Ishonmayapti. Nimaga ishonmayapti? Aytaymi? Eshitmaganda. Mana bu quloqni eshitmaganda, "Men seni yaxshi ko'raman" degan so'z opajonlar. Ikki oldin mirzo. Naqadar qudratli so'z. Men seni yaxshi ko'raman degan oramizdagi qo'porlar, changlar, araslarlar va davolab shifolar tashlaydigan so'z. Men